7 aprelda xudo xolasa pomidorlarimiz ancha qizarib, bu ko'zni juda ham quvontiryapti mevalari. Shu daqiqalarda xudo xolasa biz pomidorimizni mana shu yurayotgan yo'llarga go'ng tashlab chiqqandik. Mana yana ikkinchi marta sharbat oqizishlikka qaror qildik va hozir sharbat oqizyapmiz. Mana shu yo'lagimiz to'lgandan so'ng mana shunaqa qilib ketmonchamiz yordamida to'qalab, mana shunday to'qalab chiqaman. Endi bu yerga shu oxirgi yaqin 1-2 kun oldin kali arzon kalidan va silitradan sev qo'ydik, uvib juda ham ajoyib zo'r holatda kelib turibdi ekan. Xudo xolasa endi hammasi go'ngu silitra, kalilar hammasi birga pomidorlarimizga zo'r effekt beradi, xudo xolasa. Yonimizda qatorimiz bo'lgan, mana shunday ko'rinishda bo'ldi. To'qalab qo'ydik, xudo xolasa sharbat bo'lib, nosi shimganda shimib, xudo xolasa mevalarni ko'paytirib bersa, tezroq qizarsa, juda ham zo'r bo'lardi, xudo xolasa. Mana shunday ko'rinishda, xudo xolasa bu to'lishi bilan yana mana shuni to'qalab chiqamiz. Xudo xolasa silitra yu kalilar hammasi birga bo'lib pomidorlarimizga zo'r effekt beradi. Bizning kanalimizga kuzatib boring, obuna bo'lib qo'ying, like bosing. Hali xudo xolasa qolganlarini asta-sekin hammasini ko'rsatib boramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.